Assalomu alaykum hammaga. Bugun 10X mashinamizga propanni full komplektda uстановка qilib berganmiz. AYBdan eng full komplektimiz mana shu bo'ladi. Xudo xolisa, bu yerda AYBdan MP48 OBD miyasi qo'yilgan. OBD kislorod OBDga ulanadi. Eng katta, eng kuchli miya mana shu hisoblanadi. 100% mashinaga eng xavfsiz ham shu. Bu yerda i+ krasnoy farsunkamiz 505 besmертный, suvga ham chidamli mabdachigimiz. Lavaton filtri o'zini, italianskiy filtri bu ham. Lavaton o'zini reduktori. Eng chempion reduktorlarimizdan biri. Xullas hammasi komplektda italianskiy zapchastlar. Okeylar, maslahat beramiz, mana shu komplekt qo'ydiringlar. Ertaga xudo xolisa afsuslanmaysizlar. Uncha-munchaga buzilmaydigan bu komplekt. Maza qilib, probegi ham o'zgarib ketavermaydi. Maza qilib, mashinadan maza foydalanasizlar. Tortishlari ham ancha aqlli bo'ladi rezina. Balon turishiga ahamiyat qilasizlar. Maksimal darajada qo'yilgan hamma narsalar 10X. Shunaqa xizmatlar bo'yicha o'zimizga aloqaga chiqarsanglar bo'ladi. Mashinani maksimal darajada idealni qilib, yurg'izib, ko'ngilga yoqadigan qilib yurg'izib beramiz.